Endilikda chet davlatdan tayyor mahsulot olib kelishga hojat qolmayapti. Chunki O'zbekistonda ham mahalliy ishlab chiqarish yuqori darajada sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Hidroplast kompaniyasi ham pipech fittinglarni, traynik, po'lat o't, atvo't va shunga o'xshash ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqarmoqda. Xabaringiz bor, oldin 3 qavatli, ya'ni 3 sloyli pipech turbakurlarni ishlab chiqarib yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda barchasiga mos keladigan fittinglar ishlab chiqarilmoqda. Bularning sifatiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bitta aylana joyiga qo'shimcha belbog'lar qo'yilgan. Ya'ni bu yana ham sifatini yuqori darajada ko'rsatib beradi. Va undan tashqari, ulashga keladigan bo'lsak, bu joyga mana yosh hamkasblarimiz ham qiynalmasdan ulaydi. Ya'ni oxirigacha fittingni oxirigacha mana keldi kelmaganligini ko'rish imkonini beradi. Va undan tashqari biz shaxtalarda ishlaganimizda ham quvurlarni bir-biriga ulaganimizda aynan shu joyga kelganda bu qo'shimcha, ya'ni aynan shu quvurning ustki tarafidan ushlab turadi. Ya'ni qo'shimcha belbog' sifatida ham xizmat ko'rsatadi. Yana bitta e'tiborli jihati, sanliklarga e'tibor beradigan bo'lsak, barchasida ichida maxsus aylanasi, kalsosi bor. Bu kichkina fittinglarda ham va yuztalik, horizontalliklarda ham xuddi shunaqa. Sifatli xomashyolar Koreya davlatidan keltirilmoqda. Barcha mahsulotlar dunyoda yetakchi hisoblangan Haitian texnologiyalarda kuchli mutaxassislar nazorati ostida ishlab chiqarilmoqda. Sifatli mahsulot, xotirjam hayot. Tanlovda adashmang.